Yunusobod atrofidan necha joy qidirganlar bormi? Mana shu variantimizni bitta ko'ringlar. Mahallaga bitta e'tibor beringlar-da. Polностью keng, fayzli, tinch mahalla o'rtoqlar Tarsoyda joylashgan 167 sotixlik joyimiz chiqyapti sizlarga. Necha joyimiz ko'rishingiz mumkin. Xo'p, fasad qismlariga keladigan bo'lsak, bu yog'i 4 metr bo'ladi. Ichkari qismidan uzunasiga 23 metr chiqyapti o'rtoqlar. Bu yoq yo'l bo'yidan hisoblaydigan bo'lsa 23 metrga, bu yoq fasadi 13 metr bo'lyapti o'rtoqlar. Necha joyimiz, oldida 1 sotiq zaxvat joylari ham bor. Lekin borib bog'cha yoki kattaroq supermarket qilaman desanglar o'rtoqlar, bu yoqdan keladigan bo'lsak ham mahallani o'rtasida joylashyapti, bu yoqdan keladigan bo'lsak ham sentrda joylashyapti, bu yoq tomondan keladigan bo'lsak ham o'rtoqlar. Manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, Yunusobod Registon mahallamiz bor o'rtoqlar, 8-tor ko'chamizda joylashyapti. Hozirda joyimiz necha joy hisobida foydalanishyapti o'rtoqlar. Kerak bo'ladiganlar uchun jiloy joy ham qilib beramiz deb aytishyapti. Menimcha jiloy joy qildirib uchastka qilaman desanglar ham mahallani ko'rdinglar, fayzli, tinch mahalla. Narxni aytib o'tadigan bo'lsam, egalari startli $88,500 narxi aytishyapti. Pastda egalar nomerini qoldiramiz.